Şahınlardan söyler, şahınlardan söyler. Sallarım bakarım, sallarım bakarım. Pingvin. Olasan qo'limni. Usta, bugun bitadi. Ha bitadi 3-4 kunda. Kecha ertaga bitadi dedingiz-ku. Shunaqa bo'lib qoldi-da endi. Ha shuna bo'lmasin-da endi. 10 kunda bitirib beraman degansiz. Bugun 24-kun-ku. Ha bo'pti. Alo? Usta, bugun bo'shayman deyaptilar, kelyapsizlarmi? Ha, hozir bir soatda boramiz. Ustoz, hozir gaplashdingiz. Uyda egasi bilan jo'qqa javob berishdi, bilasizmi? Hali telefonda odamga 3-4 kunlik ishimiz bor, bitirib olib keyin boramiz, siz bo'lmaydimi? Menga qara shogird. Hech qachon mebelchi ustalar bunaqa gap gapirmaydi. Tushundingmi? Akajon, qirt bo'shmaman. Agar materialni kestirib olib kelib qo'ygan bo'lsangiz, ertaga boshlab yuboramiz. Odam podamas ekan ustoz. Anaqa 4 ta ishingizda bir kundan ishlab qo'ygansiz. Ana amakini ishini bir oydan beri qilib berganingiz yo'q. Men sizni hokkazdan kalta yegim kelmayapti ustoz. Agar sen bunaqa oqilona fikrlagan bo'lsang, hech qachon mebel usta bo'la olmaysan. Suf senga. Mebelchi ustalaringiz ishi zo'r ekan. Ha, sizni mebellangiz bittami? Qatta 10 kunda bitirib beraman degan 30 nechidir kun bo'ldi, hali ham cho'zilib yuribdi-da. Mani ustalarga aytmayapti, tezda ishingizni bitirib beradi. Hozir shakkayda ish qilib turadi. Ha bo'lmasam men bilaman qaytganingiz. Qani usting? Vahshiy ajratish yo'q nima bo'lsa. Yaxshimas, yomonmas, qabul et. Borimcha kimda Aka, uni telefondan bormi? $80 qilib beraman senga. Hozir aka. Ju. Yo'q pulim. Telefon $80 ekan-ku. To'lab yuborsam $20 qolar ekan o'zimga. Keyin shu balacha yaxshilik qilay. Ukajonim yig'lama. Men berib yuboraman Sanuningga. Aka berib yuboring shunga telefon. Aka mana $100 20 tez qaytib yuborsizlar. Qalbaki, bu hazillashyapsizmi? Aka bu chiroqlarni hammasini to'g'irlab qo'ydim. Shomdan keyin o'zidan o'zi yonadi. Hech kim yoqish shart emas, a? Dada, zerikib ketdim. Ozgina aynal kelaveraymi? Ha bo'ldi-da, o'g'il to'y faqat uzoqqa ketib qolmang. Telefon qilsam darrov kelasiz, xo'pmi? Xo'p. Aka, To'xtar, nima deysan mana qoringa? Bir kun kecha qolganingda qorning yorilib ketardi. Bu dorilarni vaqtida ichib yurgan, xo'pmi? Hozir. Ha dada, o'g'il to'y qayerdasiz? doktorda oldi dedim. Nima qilyapsiz doktorda oldida? Tinchlikmi? Ha, tinchlik, zerikib qoldim. Birozda gaplashib turibman. Keyin hovliga ishimiz tugab ketyapti. Xo'p, hozir boraman. Doktor soppasi odamga shuncha dori yozib berganingiz qarang. Qo'yiraman ekan.